Sizda qo'rqoqlik alomati borligini 3 ta belgilari. Agar siz bu belgilarni o'zingizda sezgan bo'lsangiz, ularni ustida ishlashingiz kerak. Aks holda bu narsa siz bilan butun umr qolib ketishi mumkin. Birinchisi, siz tanigan odamingizni tanimaganga olasiz. Ya'ni ko'chada bir joyga ketyapsiz, bir joyda bo'lgan paytingiz o'sha uzoqdan tanishingizni ko'rgan payti birdan o'sha xuddi telefon kovlab ketayotganday, yo telefonda gaplashib ketayotganday, yo boshqa yoqqa qarayotganday o'zingizni tutishingiz. Bu bilan siz o'zingizni noqulay his qilishni xohlamasligingiz, o'sha odam bilan gaplashishga niyatingiz va xohishingiz yo'qligini sezib turgan bo'lasiz. Ya'ni bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, o'zingizni noqulay his qilishingiz. Ikkinchisi, siz mayda gap odamsiz. Doim birovlar bilan sporlashishni, gap talashishni va o'zingiznikini to'g'ri deb ko'rsatishga doim harakat qilasiz. Bu narsani eslab qoling, kuchli odam bu hammadan ko'p va baland ovozda gapirgan odam emas, balki ko'p narsalarni o'sha tomosha qilib, kuzatib, gap so'zlarini, fikrlarini o'sha taroziga qo'yib analiz qila oladigan odam. Uchinchisi, siz ko'zga qarab gapira olmaysiz. Ya'ni odamlar bilan gaplashganda sizni ko'zingiz doim yerda bo'lishi mumkin yo atrofda bo'lishi mumkin, lekin odamning ko'zida emas. Buni endi ko'plab sabablardan bittasi, siz bu ishni oldin qilib ko'rmaganingiz uchun qo'rqasiz. Ko'ziga qarab gapirsangiz, xuddi sizni buning uchun birov urushib beradiganday yoki yoqangizdan oladiganday o'zingizni shunaqa deb o'ylaysiz. Mana bizni darsliklarimizda ham o'sha ko'zga qarab gapirishni o'rganish, osonroq o'rganish. Nima uchun bu qiyin bo'ladi? Qanaqa tezroq o'rganishni hammasini ko'rsatamiz. O'sha hayajonni yo'qotish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish. Bu haqida to'liq ma'lumotlarni bilish uchun menga shaxsiy xabardan qo'llanma so'zini